Ha, biz o'zbek tilida gaplashyapmiz, lekin o'zbek tilida emas bunday o'ylab qaraganda. Men o'zbekman, lekin hatto ko'chada ovqatlanmoqchi bo'lsam ham rus tilini bilishim kerak. Davlat idoralariga ishga kirmoqchi bo'lsam, mendan rus tilini bilishimni talab qilishadi. Men o'zbekman, ammo kinozallarga borib kino ko'rish uchun rus tilini bilishim shart. Ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar o'zbek tilini biladigan, O'zbekistonda ishga kirmoqchi bo'lgan odamlardan ham shunaqa kompaniyalar, shunga o'xshash kompaniyalar talab qiladi rus tilini. Shuning uchun ham o'zbek tilida gapirmayaptimi, narsasini olish kerak emas boshqa. O'zbek tilida gaplashish va o'zbek tilini rivojlantirish bu mavzu juda ham muhokamalarga sabab bo'ldi va ko'pchilik Instagramda va YouTube'da ham bu narsa ancha jadallashdi. Ko'pchilikka bu samarali bo'ldi. Misol uchun o'zbek aktivist bu narsani to'g'ri u boshlab qo'ygan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam u davom ettirayotgan bo'lishi mumkin, lekin qilinayotgan ishlari bu juda ham foydali bo'lyapti. Nimaga deganda, o'zbek aktivistning orqasidan bir nechta joylar, ya'ni menyu degan narsani o'zbek tilidagi o'girishdi va restoran o'zbek tilida xizmat ko'rsatyapti. Agarda bizda ham ko'pchilik O'zbekistondagi joylarda ham, misol uchun ovqatlanadigan joy bo'ladimi, yo bo'lmasam ishxonalar bo'ladimi, agarda o'zbek tilida gaplashib, misol uchun o'zbek tilida ravon so'zlab turib muhokama qilinadigan bo'lsa, bu narsa juda ham to'g'ri bo'ladi. Mana misol uchun bitta video hozir qo'yib beraman. O'zbek aktivistni qilgan ishlaridan biri. Shu joyda sizlardan bitta narsani so'rab qolardim. Videoga like bosing, kommentariy yozing va albatta kanalimga obuna bo'ling. Chunki qilinayotgan ishlar faqatgina siz uchun, ya'ni foydali kontent chiqaryapman. Har qanaqa noodatiy bo'lmasa boshqacha narsalar emas. Foydali kontent bo'lgani sabab menga obuna bo'lish esdan chiqmasin va videoga like bosing, oxirigacha ko'ring. Albatta yaxshi izohlar sizdan kutib qolaman. Ha, biz o'zbek tilida gaplashyapmiz, lekin o'zbek tilida emas bunday o'ylab qaraganda. Men o'zbekman, lekin hatto ko'chada ovqatlanmoqchi bo'lsam ham rus tilini bilishim kerak. Davlat idoralariga ishga kirmoqchi bo'lsam, mendan rus tilini bilishimni talab qilishadi. Men o'zbekman, ammo kinozallarga borib kino ko'rish uchun rus tilini bilishim shart. Ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar, o'zbek tilini biladigan, O'zbekistonda ishga kirmoqchi bo'lgan odamlardan ham shunaqa kompaniyalar, shunga o'xshash kompaniyalar talab qiladi rus tilini. Shuning uchun ham o'zbek tilida gapirmayaptimi, narsasini olish kerak emas boshqa. Farzandlarimga xususiy bog'cha izlab Mirzo Ulug'bek tumanini kezmoqdaman, poytaxtimizda. O'zbek tilida o'tiladigan, dars beriladigan xususiy bog'chalar deyarli topilmadi. Qani mantiq? Qon bosimim oshdi. Davleniyami? Boshlandi yana. Telefon qil больницаga. Qo'ng'iroq, kasalxona. Ko'p perejovat qilmang. Ana ahvol, ana. Skoriy chaqiryapmiz. Tez yordam. Voy ona. Zaynit beryapti. Band degan devona. Pristop bermasin. Chidang 5 minut. Voy voy, o'lmasam. Daqiqa unut. Qapdori iching. Shifokor kelguncha. Xurujdan asraydi, kasalxonaga borguncha. Ichmayman, jon bolam. Shu so'zing malham. Tilingdan aylanay. Baraka top. Kim bo'lsang ham. Ona tilim ha. Omon bo'l. Men ketsam.